Haydi sen Ayhan uyanırdın adına, gidişem Gülhan uyanmış. Haydi sen Ayhan uyanırdın adına, gidişem Gülhan uyanmış. Hasta cihanıma aramayla çıkmayın göz kaşlarım. Hasta cihanıma aramayla çıkmayın göz kaşlarım. Hadi
Rahmatjon Qurbonovga katta rahmat. Sanatingiz bundan ham ulg'aysin. Sizni ham uyingizdagi yaxshi to'ylar bo'lsin. Bizlar ham Jahonjon bilan birgalikda borib xizmat qilaylik. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, mana davramizda bir ajoyib inson o'tiribdilar. Bizlar hammamiz o'qituvchimiz ular. Jafarov Haydar aka degan odam o'tiribdilar. Ijozat bersanglar agar bitta qarsak chiroyli qarsak chalib Haydar bobomizni chaqirsak, o'zlarini ko'ngil tilaklarini bildirsalar. Marhamat. Qarsak eshitilmayapti-yu. Rahmat. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun ajoyib kun. Ya'ni Javod akamizning 70 yillik muborak to'ylari munosabati bilan uzoqdan yaqindan kelgan eng yaqin do'stlar, mehmonlar mana shu yerda tashakkur etganlar. Albatta bu kun ajoyib bir kun. Mana Javod aka, men Javod akani bilaman 30 yildan buyon. 27 yil mana shu mening mahallamni maktabimda ota-onalarning eng aktiv ishtirokchilaridan bittasi bo'lib kelganlar. Bu kishining farzandlari, oilalari, urug'laridan men balkim hammasini 99%ni tarbiya qilganman. Javod akani taniyman. Ajoyib inson. Ajoyib mana shu insonlardan bittasi. Mana bugun bu kishining 70 yillik yubileyi ekan. Hali bu kishining betlariga qarasangiz 70 yil hech kim ayta olmaydi. Iloyim 70 yil. Bu kelajakdagi nima bo'lsin u? Ki bu kishining katta to'ylari oldinda. Bu kishining farzandlari mana bu yerda o'tiribdilar, hammasi meni o'quvchilarim. Hech esimdan chiqmaydi. Mana shularni o'qigan vaqtda, imtihon olgan vaqtimda 4 baho qo'ygan edim. Hozir menga har kun nima qilarlarki, nima uchun 5 baho qo'ymadingiz-ku, menga 4 baho qo'ydingiz. Mana shu 4 bahoning o'zi o'sha davrda ko'rinib turibdiki, 5 emas, undan ortiq baholarga arziydigan yigitlar ekan. Iloyim, mana shu xonadon hamma vaqt xushbaxt bo'lsin, baxtli bo'lsin. Iloyim Javod akamizning mana shu yerdagi o'tirgan o'rtoqlar nomidan, o'zimning oilam va Jafarovlar nomidan, ham butun mahallam nomidan sizni tashakkur qilaman. 70 yilligingiz muborak bo'lsin. Bu 70 yil degan vaqtda to'yingiz nima bo'lmasin? 70 yil endi eng yaxshi qurchalagan yil bo'ladi. Faqat o'zingizni eson amongina saqlasangiz, iloyim siz bilan birgalikda 100 yilligingizni ham mana shu xonadonda ko'rsak, biz xursand bo'lamiz. Yana bir marotaba sog' bo'ling, salomat bo'ling, ishlaringizga muvaffaqiyat bo'lsin. Farzandlaringiz hamma vaqt sizni ana shunday xizmatlaringizni qilib, 70 yil, 80 yil, 90 yilligingiz, 100 yilliklaringizni nishonlashga yordamlashsa, biz ham shular bilan bir qatorda shu davrada bo'lsak, men ham faxrlanaman. Yana bir marotaba sog' bo'ling, salomat bo'ling, umrbod, hamma vaqt sizning sog'ligingizni ko'raylik. Marhamat. Rahmat Haydar bobo. Sizga ham sog'lik tilaymiz, salomatlik tilaymiz. Aziz do'stlar, mana shu so'zimizni, tabrikimizni davomi Toshkentdan mehmonlarimiz kelganlar. Jahonni do'stlari Hoji Akbar aka, bular o'zlarini tabriklarini yetkazmoqchilar. Marhamat. Javod bobo, 1 minut tushasizmi endi? Uzrda.
Bitta chiroyli qarsak bo'lsa agar. 100 yoshga to'lgancha mana shu chiroyli to'n bilan do'ppilarni kiyib yuring. Sog' bo'ling. Rahmat. Endigi navbat ukalarimizga, mana Nodirjonga navbat. Hozir xotin-qizlarimizni davriga taklif etamiz. Chiroyli o'yinlar bo'lsin, chiroyli qo'shiqlar bo'ladi. Qani marhamat. Nodirjon. Masala taklif etamiz.
Sen de söyle